qizi onasiga sotish kerak, bu o'ziga ro'mol yoki misol uchun oyoq kiyim kerakligini, oyoq kiyim olib bering. Onasi tushuntiryaptiki, opangga oyoq kiyimini kiyib tur. Hozir agar onasini rozi qilsa qiz bola, o'z fikrini onasiga sotgan bo'ladi. Agar onasi qizini opasini kiyimini, o'sha tuflisini kiyishga rozi qilsa nima bo'ladi? Opasi o'z fikrini sotgan bo'ladi. Kun davomida biz savdogarmizmi, yo'qmi, kimgadir fikr sotamiz, kimningdir fikrini sotib olamiz. Hayotni sotuvchilar boshqaradi. Hayotni sotuvchilar boshqaradi. Sotuvchilarning asosiy siri bu ularni raskopkachi ekanligida. Diqqat qilinglar, sotuvchilarning eng muhim fishkasi ularning sotuvchi raskopkachiligida. Qanday qilib? Raskopka nima degani? Raskopka bu kovlash. Misol uchun, ona qiziga aytayapti: "Sen kiyishing kerak, opangni oyoq kiyimini." Qizi rad javob berish mumkin. "Yo'q, men buni kiyish xohlamayman." Bilasanmi, nima uchun men senga opangni oyoq kiyimini kiyishingni aytyapman? E'tibor bering, raskopkachi savol bilan ishlaydi. Ong ostiga savol bilan tushuniladi. Sotuvchi savdo qiladigan insonni ong ostiga savol bilan kira oladi. Qanday qilib? Nega bunaqa deb o'ylayapsan? Nima uchun? Nega? Qanday? Nima qilib? Nima maqsadda bunday deb o'ylayapsan? Lekin bu savollar sizni qarshingizda o'tirgan, fikr xarid qilayotgan insonni jig'iga tegmasligi, uni qo'rqitmasligi va bu o'ta tabiiy bo'lishi juda muhim.